Assalomu alaykum talabalar. Sizlarga Xitoy Chinese Government Scholarshipga qanday topshirishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, buning uchun sizga mana bu email linkni tashlab qo'yaman. Mana shu link orqali kirasiz. O'zingiz uchun akkaunt ochib olishingiz kerak. Menda hozir akkaunt ochilgan. Agar ochilmagan, siz yangi bo'lsangiz create a new account qilib o'zingizga yangi ochib olishingiz kerak. Sizdan email adresingiz, keyin juda oson. Hozir men bu narsani ko'rsatmoqchi emasman. Xo'p, mana akkauntim orqali bu yerga kiramiz. Verification. Bu yerda passwordingiz anaqangiz bo'ladi. Xo'p, endi verification kodini send qil deyapti. Xavfsizlik juda yuqori bu yerda. Shuning uchun sizga yana ham email har bir kirayotganingizda email jo'natishadi. Что o'zingiz kirayotganingizni bildirish uchun. Hozir emaildan keldi mana. O'n uch oltmish ekan. 60 kiramiz. Kirganingizda mana shu narsani ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni siz bu yerda A type, B type va C type applicationga topshiringiz bo'ladi. Buni yaxshilab o'qib chiqasiz. O'zi o'qisangiz tushunasiz. Nima uchun A ga, nima uchun B ga topshirish kerak, nima uchun C ga. Ko'p universitetlar sizdan B typega topshirishni so'rashadi. Albatta, veb-saytda anaqa sxemasini berib qo'ygan. Uni olib kirib o'qib chiqasiz. Bu yerda applicationni boshlaysiz. Bu yerda personal informationni birinchi kiritishingiz kerak. Personal information application declarationda ko'rsatib qo'ygan. Nimalar qilish kerak? Xo'p, o'sha narsani boshida siz petichkani bosib, agree bo'lganingizdan keyin ikkinchi setupga o'tasiz. Ya'ni personal informationni kiritib olganingizdan keyin. 3 ta qism bor bunda. O'sha kerak sizda private informationlaringiz bo'ladi. Xo'sh, endi application o'zi bu yerda mana bu yerda A, B, C typelar turadi. O'shandan men B type'ni tanlaganman. Keyin u yerdan add a new application deb o'zingizda mana bir turgan joyda hech nima bo'lmaydi. Biri bo'lmaydi, hech nima bo'lmaydi. Add a new application deb bosib, yangi application boshlaysiz. Hozir men sizlarga nimalar yozilganini ko'rsataman. Bitta agency number bor. Har bir universitetga alohida agency number bo'ladi. O'shalarni bilishingiz kerak. Kerakli ma'lumotlar so'ralgan. Doctor's degree'ga topshirgan uchun doctor's turibdi. Sizlar bakalavrga topshirsangiz bakalavr. Keyin major deb yozsangiz o'zi avtomatik period kelib chiqadi. Keyin kerakli ma'lumot aniqlar, hujjatlar bularni hozir men sizlarga screenshot qilib tashlab qo'yaman gruppaga. Bitta narsaga e'tiborli qo'yinglar, notarized degan mana ko'p dokumentlar notariusdan o'tishi kerak. Agar siz bakalavrni misol uchun milliyni o'zida berilganda degreeda qog'ozda yarim betiga o'zbekcha, yarim betiga inglizcha yozilgan bo'ladi. O'shaning uchun men o'sha diplomda asl nusxasini skaner qilib joylaganman bu yerga. Ilovani ham xuddi shunday. Keyin sudlanmaganlik haqida guvohnomangiz bo'lishi kerak, uni ham notarized versiyasi bo'lishi kerak. Qo'rqmanglar, agar nimadir noto'g'ri bo'lsa, o'zlari sizlarga email jo'natadi. Muhimi deadline'dan oldin topshirib olish. Keyin finish qilasiz. Chiqib ketasiz. Xo'sh, xuddi shunday, juda oson. Print and application formida yuklovsiz bo'ladi o'zingizga.